Qizim, eshikni och. Kirmang. Chan. Ichkaridamisan? Nima bo'ldi? Nahotki mana shu ikkovi seni xafa qilgan bo'lsa? Deysan, nimalar deyapsiz, a? Kim uni xafa qilar ekan? Oy. Dada. Chan. Sizga shunday tuyulgandir. Rostdan sizga shunday tuyulgan. Men ham eshitdim. U hammomda. Dada. Men yaxshiman. Ketavering. Chan. Bu nima deganing axir? Dada. Keting deyapman. Hozir sizni ko'rishni xohlamayman. Ko'rdingizmi, quda qizingizni shunchaki tobi yo'q. Yaxshisi hozircha uyingizga keta qoling. Chan meni ko'rishni istamayaptimi? Nega bunday bo'ldi? Nega unday deyapti? Chan. Xatlaringda butunlay boshqa gaplarni yozarding-ku. Lodita, siz qamoqda bo'lgan 10 yil ichida butun oilamiz sharmandalikdan bosh ko'tara olmay qoldi. Ayniqsa Chan. Sizni ko'rgisi kelmasligi tabiiy hol bu. Voy tavba. To'g'ri. Ayb menda, hammasiga o'zim aytaman. Luamaki. Qizim, men ketyapman. Xayr, qizim. Xayr. Boya sal qolsa meni o'ldirib qo'yardi. Qo'y o'g'lim, kerak emas. Tezroq borgin-da, yuz qo'lingni yuvib ol. Lidachi, 10 yil davomida ikkovingizga ham sidqi dildan xizmat qildim. Sizlarga nima yomonlik qilgandimki, menga bunday muomala qilyapsizlar? Bas qilay, rahmimizni keltirmoqchi bo'lmay. O'g'lim, tezroq Biyo akaga qo'ng'iroq qil. Alo? Biyo aka, nima yetib keldingizmi?